Soch uchun juda ham foydali bo'lgan sprey tayyorlashni o'rgatamiz. Tayyorlanishi juda ham oddiy, ko'pchilik biladi buni o'zi. Birinchi bu bizga kerak bo'ladigani bu mana shu qalampir munchoq. Sochingizni ildizlarini mustahkamlab beradi, sochlarning to'kilishini kamaytiradi, sochingizni jiloli qilib beradi. Bundan bir osh qoshiq solamiz va keyin bizaga mana shunaqangi quritilgan rozmarindan ham kerak bo'ladi. Chunki rozmarin soch uchun juda ham foydali. O'sha soch ildizlarida, ya'ni miyada qon aylanishini yaxshilaydi. Sochlaringizni o'sishini tezlashtiradi. Yana to'kilgan sochlarning o'rniga ham yangi soch chiqishiga juda ham zo'r yordam bera oladi. Va endi bizaga original koritsa kerak bo'ladi. Originali mana shunaqangi bo'ladi. Bunisi esa original emas. Ko'pchilik shuni ajrata olmaydi, lekin like bosib tursanglar, shu haqida ham bitta video olamiz keyinroq, foydali bo'ladi. Bundan bizga yarimta palishka kerak bo'ladi. Yarimtasini sindirib olamiz. Sindirish qiyin emas. Yana bitta narsa, bunaqangi sprey tayyorlagandan keyin 1 hafta 10 kun saqlab bo'lmaydi. Uzog'i bilan 4-5 kunda ishlatib bo'lib yangilansa yaxshi. Endi buni ustidan to'ldirib, qaynagan emas, sal issiqroq bo'lgan suv solib 20 minut damlab qo'yamiz. Keyin kechasi sochlarni ildiziga yaxshilab sepib chiqamiz. Soch to'kilishidan qiynalib yurgan tanishlaringiz bo'lsa, agar jo'natib qo'ysangiz foydali bo'ladi.